Qizlar qaranglar, sizlarga hozir matcha qilishni o'rgataman. Menda uyimda klubnika bor, shuning uchun ozgina klubnika soldim, muz soldim. 1% sut или же bezlaktozный sut. Hozir birinchi marta sutni birinchi marta solaman. O'zi birinchi anaqa solardim. Matcha solardim. Вот solasizlar. И вот bu yerda matchani mana anaqa qilib, kokteylnitsa qilib, tipa suvga matcha qilib turib, sitadan o'tkazib turib, har doimgidek qildim. И вот ko'proq bo'lish uchun ustiga ozgina sut solsa yana bo'ladi.